aka mana bu tovar ham gazlashganmikan, gazlashmaganmi? Biz qordan zdaniya qursang ham gazlashtirsa bo'ladi. Hozir gapirmoqchi bo'lgan gapim u faqat gazchilik emas. Menimcha hammada bor problema, santexnikda ham, malarda ham, fasadchida ham, elektrikda ham. Pulini gaplashasan, do'gur qilasan, borasan, ishlaysan, qanchadir avans olasan deb bitirib bo'lib, endi qaymoq joyini olaman degan payting borib, zakashidan bo'ldi, ishni bitirib bo'ldi, pulni bering desa, zakashi qarab turib, hozir kunda ani haromxo'rlar demaylik, ularni tadbirkorlar chiqib olgan, o'rtakashlar bor. Sen bilan narxi gaplashadi, unga yetmayman, bunga yetmayman deb qo'yadigan joyi ham bor. Unaqa demasa ham bo'ldi, pulingizni mendan olasiz deydi-da. Eng qaymoq joyini olaman desang, zakashning gapi ham to'g'ri-da. Aliga berib yubordim, valiga berib yubordim deb aytadi-da. Alidan validan so'rasang, voy anaqa edi, mamnaqa edi deb bahona qiladi. Shu uy qurayotgan, zani qurayotganlardan bittadan narsa iltimos qilmoqchiman. Faqat kelib turib napirga tiqmaylar. Qanchada bitirasan, nima bo'ladi, qachon deb ham napirga tiqmaylar. Biroz so'rab ko'ringlar, shu ustidan baraka topkur. Nech pul gaplashding? Menda seni haqqing qolib ketmadimi deb biroz so'raylar, o'sha ustalardan ham, boshqadan ham. Kim qanaqa usta ishlatayotgan bo'lsanglar, qat'iy nazar. Biroz so'raylar. Har xil o'rtakashlar bor. Bechora mehnat qilganlarning haqqini bermaydi, boshqa qilmaydi. Mana shu gaplarimni, mana shu birovni haqqini yeydiganlarga yuboringlar mana shu videoni deydi.